sayyoryapsiz boru. Nimani? Xohlagan narsangizni qilyapsiz-da. Keling anchadan beri aka. Hali luk normalniy luk yasalyapti bu yerda. Nima qilish kerak mana bu? Bu narsani aka marg'ilonli bolalar kiymaydi jon aka buni. Nimaga kiymaydi? Normalniy suvet bir-biriga tushgan yo'q, kiyman qo'shaylik bunga. Endi o'xsham kiymaydi-ku aka, marg'ilonli bolalar aka. Sal skromniyroq narsa kiyadi. Sal adnatomniyroq, hali kunda yuvib kiyadi. Anatomiyni o'tib ketdi u paytlar, u tomni bola qora bo'lib o'tib ketdi. Mana zo'rligi bir-biriga mo'shin tushgan. Aka sizga Yevropa bas aka. Ammo uni svet qarang, bundan svet kiyadimi aka? Marg'ilonliklar aka. Sporoniyasin kiyadi mana shuni. Kiymaydi aka buni. Keling spor, mana shu kiyadi. Spor cho'zilib ketmas, mana shu keyingi 24 soatda kelib turib, mana shu luk turishini oladi mana shu. O'ynalasizmi spor? O'ynayman aka. Kiymaydi bu narsa. Agar qarang, 24 soatda birov olmasa, mana bilasizlar sartarosh mana. Bilaman. Mana shu yerga olib kelib turib, ko'chada luboy bitib uchragan odam uchun soqolni olaman. Mana shu yerda olib beraman, bepul. Agar nima qilib berasiz aka? 24 soat ichida olib ketsa, aytasiz, biz qo'ygan foydamizni aytib sotamiz aka. Bilaman. Agar mana shu narsa sotilib ketsa, qo'ygan foydamizdan aka 25% skidka qilib beramiz aka. Aniqmi? Aniq aka. Skidka tayyorlanib keyin 24 soat ketadi. Aka odamingiz Doim bo'ladi skidka yo'q, qanaqadir cheklov bormi? Yo'q, mana shu 24 soat ichida aka. Bo'ldi. Men yutqazsam. Qani, kamera olib keling, hozir luk ko'rsatgan odamlar yo'q. O'zidan ko'rdilar, bu ajoyib lukimiz. Buni olmaydi, kiymaydi deyaptilar. Shu nohaqlik ba'da ham ko'rsating kamerada. Shu isbotlab beraylik va nohaqliklarni. Ajoyib luk. Nech pul ekan narxi? 250 mingga 165 ming. 24 soat vaqt bor. Va'da. Men yutqazsam, mana shu yerda soqolda olaman. Oma yutqazsangiz, Odamingizni olib kelib o'tkazib bering hozirdan aka. qarang bo'ldi, uni narxlar yodlab oling. 25% skidka ketyapti, olma, xushro'ylar. Keyingi 24 soatda videoda ko'ramiz. Men yutqazdimmi, yo'qmi?